Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Tushlar ta'biri kanali. Bugun sizlar bilan ta'bir qiladigan tushimiz sariyog' haqida bo'ladi. Tushda sariyog'ni ko'rishlik nimalarga ishora bo'ladi? Tushdagi sariyog' ona qornidagi bachadon deb ta'bir qilinadi. Sariyog' jamg'arilgan, ko'payuvchi, manfaatli mol-mulk va rizqlarga ishora bo'ladi. Yana tushda sariyog'ni yeyishlik Alloh taoloning unga muqaddas joylarni ziyoratini nasib qilishiga ishora bo'ladi. Sariyog' to'kin sochinlik, farovonlik, foyda manfaat, hosildorlik, shuningdek ongida istalgan narsasi ish faoliyatida yengillik bo'lishiga dalolat qiladi. Sariyog' foyda, daromad, to'plagan mol-mulk va o'lja ham hisoblanadi. Agar tush ko'ruvchi tushida avatilgan sut, ya'ni qatiqni ko'rgan bo'lsa, bundan hech qanaqangi xayr, manfaat yoki foyda yo'q. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Agar sizni ko'rgan tushingiz ushbu ta'birlarga to'g'ri kelmagan bo'lsa, Telegram botimizga yozishingiz mumkin. Tezda javob berishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.